Kechangi ish kunimizda ishxonamizning asosiy kirish yo'laklaridagi patologlarni kraska qilgan edik. Bugun esa o'sha kirish yo'lagidagi devorlarni tayyorlab chiqamiz. Birinchi navbatda juda ham noteks bo'lib ketgan devorlarni plitishniklar yordamida tekslab chiqamiz. Hozir biz ishlaydigan ishxonamizning asosiy kirish yo'lagi juda ham baland bo'lganligi sababli etapma-etap ishlashga qaror qildik. Bu degani kimdir valikda, kimdir shotkada, kimdir shpatel yordamida ishlaydi. Agar oramizdan kimdir ishlaydigan etapidan zerikib qolsa, almashib ham ishlayverdik. Bu usul esa kuchli charchoq ketidan keladigan psixologik depressiyani oldini oladi. Aynan shunaqa muammolar malyarlar va rassomlarda tez kuzatilib turadi. Chunki malyar o'zidan oldin ishlagan ustalarni barcha aybini to'g'rilashga majbur. Agar o'sha kasaklar to'g'rilanmasa, ish topshirayotgan paytida muammoga duch kelishi mumkin. Keyin qarabsizki, ustaning reputatsiyasi tushib ketadi. Biz bo'lsa shunga o'xshash vaziyatlarni oldini olgan holda har bir mijozimizni qilishimiz mumkin bo'lgan ishlar bilan tanishtirib chiqamiz. Va bu ro'yxatlar shunday etaplardan iboratki, elektrika, santexnika, shtukaturka va sementli qorishmalar hamda podkulch vanna, podkulch kvartira, xullas kvartira kalitini topshiring va protsess oxirida uyingiz kaliti bilan birga o'zingiz xohlagan uslubda ta'mirlangan xonadoningizni qabul qilib oling va shinamgina uyingizda mazza qilib yashang. Shu o'rinda mijozlarimizga qo'yiladigan talab esa kerakli mahsulotlarni vaqtida yetkazib berishdir. Bizning ishimiz uchun zarur bo'lgan mahsulotlarni yetkazib berishda uzilishlar bo'lsa, ishimiz uzoqqa cho'zilib ketishi mumkin va bu holat hech qaysi mijozga yoqmaydi. Agar sizda bu holat bo'yicha fikr va mulohazalar paydo bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring.